Bu videoda akne, ya'ni ugri yoki toshmalar haqida gaplashamiz va bu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga? Chunki ugrilar qayerdan kelishini, uni qanday qilib nazoratga olishi va bartaraf etish yo'llari haqida bilib olishingiz mumkin. Akne bu o'zi aslida teri kasalligi bo'lib, tana ostidagi yog' bezlari ko'p yog' ishlab chiqargandan va o'lik hujayralar yoki yomon bakteriyalar teri ustida bo'ladi va o'shalarga aralashib shishish yoki qizarishga olib kelishi mumkin. Akne turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Ko'pincha gormonal o'zgarishlar, ya'ni o'smirlik paytiga o'tayotganda yoki stress yoki homiladorlik paytida odamda akne ko'payish holatlari ko'p bo'ladi. To'zilgan poralar o'lik hujayralarni deb yanada ko'proq akne ishlab chiqarishi mumkin yoki genetikaga qarab, agar ota-onangizda juda ham aknelar ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'shaning uchun sizda ham akne ko'p bo'lishi mumkin. Aknening ko'payishini sabablaridan biri bu kam uyqulik yoki odamda juda ham ko'p stress bo'ladigan bo'lsa, ugri ko'payishni boshlaydi. Uyqu juda ham muhim. Nega? Chunki u terni tiklaydi, gormonal muvozanatni saqlaydi, terimizdagi yallig'lanishni kamaytiradi. Ko'pchilik quyidagi xatolarga yo'l qo'yganligi uchun aknesi yaxshi bo'lmaydi yoki juda ham ko'payib ketaveradi. Birinchisi bu pufaklarni siqish. Ikkinchisi haddan tashqari yuvish yoki yog'li kosmetika ishlatish va ko'p odam qilmaydigan narsalardan biri bu yostiq pokrovalasini almashtirmaslik, chunki u bakteriyalarni o'ziga singdirib, yuzga ta'sir qilishni boshlaydi. Va oxirgi muammolardan biri bu doimiy yuzga qo'l tegishdir. Nimaga? Chunki qo'limizda har doim bakteriya bo'ladi va ba'zi bir payt qo'limizni yuvmasdan yuzimizni ushlasak, ana o'sha bakteriyalar yuzimizga o'tishni boshlaydi. Akneni yaxshilash yo'llari mavjud va ulardan eng samaralilarini hozir aytib ketaman. Tarkibida salitsil kislotasi, retinoidlar yoki niasinamid bo'lgan mahsulotlarni ishlatib, penka bilan yuzni 2 marta yuvish ancha akneni yaxshiroq qiladi. Agarda teri parvarishi uchun ishlatayotgan mahsulotlaringiz sizga yordam bermayotgan bo'lsa, bu ikkita sababga ko'ra bo'ladi. Birinchisi bu noto'g'ri ovqatlanayotganingizdan. Nimaga? Chunki gazli mahsulotlar, fast foodlar bu narsalar odamni ichagiga yomon ta'sir qiladi va bu narsa odamning yuzida ham ko'rinishni boshlaydi. Ikkinchi sababimiz bu hamma narsani to'g'ri qilayotganingizda ham ugrilaringiz ketmayotgan bo'lsa, siz dermatologga murojaat qilishingiz kerak. Qachon ko'pincha ugrilaringiz har doim og'risa va hech qachon yaxshi bo'lmayotganini ko'rsangiz, dermatologga murojaat qilishingiz eng yaxshi fikr. Akneni yaxshi qilish bir kunda bo'lmaydi. Agarda teringizni parvarishiga qattiq e'tibor qiladigan bo'lsangiz, 1-2 oyda yaxshi rezultatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu rasmlarda to'g'ri parvarish va yaxshi ovqatlanish qanday rezultatlarga olib kelinishini ko'rishimiz mumkin. Sizning tanishlaringiz akne bilan kurashayotgan bo'lsa, ularga bu videoni tashlab qo'yishni maslahat bergan bo'lardik, balki ularga ham foydali bo'lar. Keyingi videolar qanaqa mavzuda bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib ketinglar.